Biz aeroportdan UTM universiteti tomon yo'lga chiqdik. Bizni bu yerda Abdulhamid ismli universitet xodimi kutib oldi. U kishining ochiqko'ngilligi va samimiyligi bir qarashdayoq sezilib turardi. UTM avtobusi harakatlanar ekanmiz, yo'l bo'yi Malayziyaning betakror va go'zal tabiati ko'z oldimizda namoyon bo'ldi. Tabiat manzaralari bizni hayratda qoldirdi va safarimizga alohida zavq bag'ishladi. Yo'lda qisqacha to'xtab ovqatlandik. Bu yerda umrimizda ko'rmagan chiroyli taomlar bizni lol qoldirdi. Ayniqsa chicken rice va turli xil salatlar, salqin ichimliklar bilan mehmon qilishdi. Lekin Malayziya taomlari O'zbekistonga nisbatan ozgina achchiqroq. Chicken rice. You want to try? Mazali taomlar va iliq muhit esa bizda unutilmas taassurot qoldirdi. Yo'lni davom ettirar ekanmiz. Katta avtobusda bir lahzada haydovchi o'zbek musiqasini qo'ya boshladi. Darrov yugurib kelishib, yuk xaltalarimizni avtobusdan tushirishga yordam berishdi. Yuzlardagi tabassum, ko'ngildan chiqqan iliq qarshi olish bizni chin dildan quvontirdi. Bu samimiy muhitda o'zimizni begonadek emas, balki xuddi uyimizdagidek his qildik. Bunday mehr va e'tibor bizni hayratlantirdi va yuragimizga iliq taassurotlar qoldirdi. Tanishuvning eng qiziqarli va yoqimli joyi esa ochiqko'ngillik va samimiylikdan iborat edi. Biz hammamiz bir-birimizni chin dildan kutib oldik va bu yerda yangi do'stlar orttirishdan xursand bo'ldik. Rocky for me to about it. Yeah. Or he was there. That is not. Why was that? Yeah, the show. I think we get it. You know, we did. Out. Yeah, we did that. How is it? Like, this like milk. Yeah. It's made that milk. But to next time. What's up? Suhbatlashish davomida turli madaniyatlar va qadriyatlar haqida gaplashdik. Bu suhbatlar davomida bir-birimizni yaxshiroq tushuna boshladik va yangi tanishuvlarimiz yanada qiziqarli bo'la boshladi. Sunshine. Yes. Aisha is stuck in my head. She knows where to live in my house. You did this. No, I did it.